Superliganing 4-turidan o'rin olgan Surxon-Qo'qon 1912 to'qnashuvi yakuniga yetdi. Bellashuvda maydonga egalari 3-1 hisobida zafar quchdi. Dastlab 37-daqiqaga Muhammad Ali Rahmonov hisobni ochgan bo'lsa, 74-daqiqada kelib mehmonlar futbolchisi Muhammad Anas Hasanov kuchlarini tenglashtirdi. Bahsning asosiy vaqtiga qo'shib berilgan 93 va 97-daqiqalarga Diyor Ramazonov va Asadbek Karimov gollari mezbonlarga g'alaba keltirdi.